noyob tansiq narsani o'zimiz shu tuproqda, Rishtonni tuprog'ida ham qilsa bo'lar ekan, yaratsa bo'lar ekanda. Bizda kelib chiqishi O'zbekiston ekanda uni. Bu urug'dan chiqqanmi, ko'chatdanmi? Urug'dan chiqqan. Hozir bitta juda qiziq gap gapirdingiz-da. Demak, bu bir ilmiy markaz ham bo'lyapti. Kelajakda shunaqa qilmoq. Sankt-Peterburgda dars beryapti bolalar, professorlar. Shu yerda Rishtonni bitirgan bolalaringiz. Maqsadimiz arzon qilishda. Mana shuning uchun 50 mingga tushirib qo'ysak ham bo'ladi. O'zi aslida dehqon degani olim degani-da. Ko'pchilik o'zini qolipiga soladi-da, qolipiga tushmasa xato deyaveradi-da. Biz yaxshi oylik beramiz ularga. Vaqtdan yo'l yo'q edi. Viloyat hokimi ham kelganda, menga chiqolmasam bariga piyoda chiqqan. Keyin birinchi mana shu yo'l qurganmiz. Yo'lga 720 km soat to'kkanmiz. 5 kilometr 500 metrdan to'kib keldi. Nariyoqda. Ular nafaqat umrlarini, bor pullarini chekka sarflashyapti. Topganlarini kelajakka. Samarasi bo'ladi albatta. Mana shu bittadan boshlab bersa bo'ldi. 15 milliard. 15 milliard. Bu bir kilodan qilsa. O 30 kilo qiladi. Buni tilla daraxti deydi nimada, Turkiyada. Aziz do'stlar, biz mana Rishtondamiz. Shunday bahorning kunlarida mo'jizaga duch kelgandek turibmiz. Mana akalarimizni pistalari barg yozib, ba'zi bir joylari gullab, demak bir nishona harakatiga tushgan. Endi buni bozorga kiradigan bo'lsak, hozir o'rtacha pista 150-200 ming so'm bo'lib turibdi. O'zbekistonda nimasida sharoitida. Va buni foydali xususiyatlari to'g'risida har yili yangidan yangi xususiyatlari to'g'risida kelyapti. Lekin shu narsani, mana shu noyob, tansiq narsani o'zimiz shu tuproqda, Rishtonni tuprog'ida ham qilsa bo'lar ekan, yaratsa bo'lar ekanda. To'g'rimi aka? Mana 5 yildan beri shu bilan shug'ullanaman. 5 yil bo'lib qoldi. Shu nimaga javob berganda, koronavirusda karantinga javob berganda nima qilsa ekan deb o'yladik-da. Bekorchilikda. Shunda keyin pista duch keldi menga. Bizda kelib chiqishi O'zbekiston ekanda uni. Tak zamin. Bir paytlar, bir zamonlar Farg'ona viloyati eng ko'p pista yetishtirgan tuman viloyat bo'lgan. Dunyoda 200 yillar oldinda. Keyin uni tarixini ham eshitib o'rgandimda. Keyin paxtachilik kirib kelgan, paxta Rossiya bostirib olgandan keyin hamma paxta qilib olganda, pista chetda qolib ketgan. Pista yetishtirishni qadimdan bilishganda oldin bizda xalqimiz. Shu yerdan tarqagan. Mana undan keyin eng ilg'or davlatlar bu albatta Amerika, Kaliforniya juda ko'p mahsulot yetishtiradi. Shu pistani bizning muhitimiz ham bir xil ularga. Kaliforniyani qilaman, bizga to'g'ri keladi. O'shancha yerda ham zo'r bo'lgan. Mana shu hozir ikkinchi o'rinda Eron. Men asosan eronliklardan o'rganganman. Eronda nimasi urug'larni olganman. Eron texnologiyasi bilan kelyapman hozir. Bu urug'dan chiqqanmi, ko'chatdanmi? Urug'dan chiqqan. Demak, pista ekilganda. Ekilgan. Buni maxsus joyda ekib tayyorlanib, ekib ko'chirib o'tkazilgan. Qancha tub bor bu yerda hozir? Hozir 150 ming tub. Necha gektar? 157 gektar. 150 gektar. Ha, barakasini bersin. Hozir bitta juda qiziq gap gapirdingiz-da. Eronliklar aytdimi, suv yo'lgich. Ha, Turkiyada. Turkiya Antepga bordim, Gaziantep degan joylarga borganimda o'sha yerda aytishdiki, "Sizlar qanaqa sug'orasizlar? Bu mana biz endi tomchidan sug'orish qilganmiz mana." Ularda suv yo'qligi uchun pista ekkan. Ana, bizda suv yo'qligi uchun pista ekkanmiz bu yerga. Zo'r gap ekan. O'yladimda, shu Rishtoniga, Farg'ona viloyati ham mana shu suvsizlik muammosiga duch kelyapti-da. Suv yildan yilga kamayapti. Shu ana shunda o'yladimki, balki kelajakda shu pista eksak kerak deb o'yladimda. Hozirdan boshlasak, o'rgansak, shuni oldindan ko'rdingiz, kelajak shu pista bilan bog'liq. bo'lsa kerak deb. Ha. Endi keyin shu o'shalardan o'rgandim. Hozir kelajakda mana in-vitro laboratoriya quryapmiz. O'sha mana shu o'sish konisidan o'simlikni olib, sterlangan idishga qo'yib ko'paytiriladi-da. U pistani uzoq yil kutmaysiz. In-vitro pista bo'ladi-da u. O'sha in-vitro pistani ko'chatga chiqaramiz va u tez hosilga kiradi. Bunaqa hozir bu pista aslida 7-8 yilda hosilga kiradi-da bu. In-vitroniki 3 yilda kiradi. Bu nima degani o'zbekchasiga soddalroq qo'ygan? Hali idish ichida degani. Ha, ma'qul. Mana bo'ladi in-vitro masalan gilos. Mana shu ektiz mana gulladi, meva qilyapti. Bu yilda o'zida? Bir yildan keyin meva qilaveradi-da bular. Chunki bularda virus yo'q. Mana o'sish konisidan olingan ko'paytirilganda bu. Ha. O'simlikning butun tanasi virusli, bakteriyali bo'ladi. Ya'ni urug'dan chiqib kuch yig'ib olguncha o'zi tayyor qilib kuchga kirganda o'tkaziladi. Albatta. Masalan, hozir bunday o'simlik agar nimasi bo'lmasa, haligi masalan deylik virusi bo'lmasa, bakteriyasi bo'lmasa meva qiladi. O'simlik yangi shoxlari ko'p meva qiladi, bilasan? Unda viruslar kam bo'ladi-da. Kuchga to'lgan bo'ladi. Hosil qiladi. Undan tashqari yana mana bunaqa kavraklar ekkanmiz, mana qarang, mana kavrak. Bu maxsus ekilganmi bu? Bu ham kavrak ekilgan. Ha. Oralariga. Bu kavrakning ham rosa xususiyati, foydali jihatlari rosa ko'p deydi. Bu suvsiz joyda bu yanglashaveradi. Suv qilsangiz yaxshi bo'ladi. Hozir tomchilar sug'orish juda muhim masala bizda O'zbekistonda. Hozir shu yaxshi o'tsangiz juda tejaladi suv. Birinchidan suv tejaladi.
Ikkinchidan oziq, hali mineral moddalar ham kam ishlaydi. Shu nima orqali keladida. Keyin bir xilda o'sadi o'simlik. Qarang, mana hozir mana shu gilozda ko'ring, bir xilda hammasi. Nimaga bir xilda desangiz, bir xil suv ichadi-da. Bir xil o'g'itlanadi. Bitta o'sib, bitta past bo'lmaydi. Dalalarda shunaqa bo'lardi. Bir taraf g'ovlab ketgan, bir taraf qaqrab ketgan, bir joyi kal bo'lib yotardi anaqada. Nihoyatda suv tejalardi unda. Buni nimani pistani bu boshqa biz o'rgangan, biz ko'rgan pistami yo hali katta pistadan? Katta pistadan. Kattasidan. Hozir ko'rsataman urug'ini. Ha. Pistani o'sha Eronda xandon pistalari. Bu hozir akbariy bu. Bizda Ahmadiy, Mumtoz, Do'lana, O'zbekistonda Shirin, Farhod hamma turlari bor. Biz hozir bu yerda genofond ham qilyapmiz-da. Hamma pistalar yig'yapmiz. Demak, bu bir ilmiy markaz ham bo'lyapti. Kelajakda shunaqa qilmoqchimiz. Masalan, mana yerda laboratoriya bo'lyapti. Mutaxassislar bo'ladi bu yerda. O'rgatib, keyin agromaktab qilmoqchimiz. Hali keladigan odam masalan pista yetishtirmoqchi bo'lsa, hamma yoqda o'rgatamiz. Biz masalan qanaqa yetishtiradi, qanaqa agrotexnika qilinadi, qanaqa kasalliklarga qarshi kurashiladi, hosildorlik qanaqa oshiradi, o'rgatiladi bu yerda. Ham ko'chatini ham beramiz. Bu o'zingizni ko'p yillardan beri amalga oshirib kelayotgan, demak bu o'sha ma'rifatni, ilmni bitta filial bo'lar ekanda, bu ham amaliy nimasi bo'lyapti-da. Masalan, ko'p mana shu bog'bonlarimiz zamonaviy bog'dorchilikni bilmaydi-da. O'rgatish kerak. Hali prezidentimizga gap bor. Ilm bilan bog' qilish kerak deydi-yu. Xuddi shu gapi. Juda to'g'ri gapda. Endi u yoqdagi nima maktabda ham bir 1000 ta bola o'qiydi, maktabingizda. 1200 ta o'qiydi. 1200 ta bola. Butun O'zbekistondan kelib o'qiyapti. Hamma joydan keladi. Qanaqa nimalar, soha yo'nalishlari? Bizniki faqat meditsina. Meditsina. Shuni nimasi chiqyaptimi, hozir natijasini beryaptimi shu ilm fan to'g'risida, nimada meditsinada? Meditsinada hozir fan doktorlari bor, professorlar bor. Mana fan doktor. O'zingiz nazika. Bizda butun dunyoda bizda hozir bolalar. Sankt-Peterburgda dars beryapti bolalar, professorlar. Shu yerda Rishtonda bitirgan bolalaringiz. Qoyil. Jahon chempionlari chiqdi. Qoyil. Kimyodan. Shunaqa bizning natijalarimiz yomon emas. Bu sohada hozir mana shu bog'larimizda samarasiz bog'larda. Masalan, mana o'zimda 2,5 gektar bog'im bor. Eski Sovet davrida ekilgan daraxtlarda. Intensiv emasda. Yo tomchilar sug'orilmaydi, sug'oradi, shog'olda boradi, shu suv yo'q shu bilan. Bu dunyo suv erta kirib ketadi. Foydalanib, keyin sotiladigan meva chet eksport bo'lmasda. Hozir bu yerga nimadir eksak, hammasi eksport bo'libdi. Bu gilos deysizmi, nok deysizmi, nima pasta deysizmi, pista ham masalan mana bilasiz, juda o'zim gapirdingiz-ku. To'g'ri gap gapirdingiz. Juda qimmatbaho. Shuni maqsadimiz arzon qilishda. Mana shuning uchun 50 mingga tushirib qo'ysak ham bo'ladi, hosilni ko'paytiribdi. Hamma yeydigan, hamma bob narsaga aylantirsa bo'ladi. To'g'ri. O'sha hozir mana shu eski bog'lar hammasi buzilib boshqa ekilish kerak-da. Eksport bo'layotgan yo'q-da. O'zi aslida dehqon degani olim degani-da. Agar haqiqiy dehqon bo'ladigan bo'lsa, u olim darajasida bo'lishi kerak, fikrlash kerak. Bu yangilikka qanaqa bo'ladi, buni qanaqa qilib rivojlantirish, buni kasallikka chidamli qilish, buni sovuqqa chidamli qilish degan narsada doim izlanish kerak. O'sha bobolarimiz shunaqa olimlar bo'lgan-ku, ayniqsa Rishtonda. To'g'rimi? Qarangda, mana pistanida, mana endi mutaxassis emassiz, agronomiyada-yu, lekin fikrimni sizga aytib qo'yay. Mana pistani juda yaqin ekkanmiz-da. Buni yaqin ekib qo'ygansizlar degan tanqid bo'ldi-da meni. Orani masofani kam qilgansizlar deydi. Bu ular ko'pchilik o'zini qolipiga soladi-da, qolipiga tushmasa xato deyilaveradi-da. Masalan, mana shu pistani yarim metrga ekkan joyi bor. Sizga videosini ko'rsataman. Butaga o'xshaganda hosilni olyapti. Bu o'zi butada, endi pista buta hisoblanadi. Daraxt bo'ladi, bu ham buni o'stirmasdan hosil olsak bo'laveradi. Men sizga videosini ko'rsataman. Nima eronliklarni yarim metrga ekkanda. Zamonaviyda u. Ko'p yer, kam yerdan ko'p hosil oladi-da. Hozir shuni talab u. Iqboljon, mana tepani ham ko'rasizlar-ku, bekda masalan nimaga e'tiborsizga o'xshab turibdi desangiz, bekka manaki kavrak ekilgan mana. Mana hali sosiq kavrak deydi. Nihoyatda qimmat. Mana o'shancha tegmay turibdi. O'shancha tegmay turibmiz bekka. Mana bu ham kavrak. Yana bitta narsa borki bizda, mana qarang. Bekka sinashga yetib qo'yilib chiqdi. Mana isiriq. Isiriq mana shu. Aha. Mana kiyigot mana. Mana kiyigot. Buni ham ekkanmiz, mana chiqibdi mana. Qarang, mana hidlab ko'ring. Bir ajoyib hid beradi. Dori bor. Mana tog' yolpizi. Buni ham mana urug'ini o'zidan topib ekkanmiz. Bu ajoyib narsa. Bu yalpizda hid beryaptimi, yalpizda? Yalpizga o'xshab ketadi, kiyigot shunaqa turida. Kiyigot. Juda dori bor bu. Juda dori bor narsalar. Kasallar juda foydasi ko'p narsalar. Mana shunaqanisilar ko'p bu yerda. Mana shuni ham kelajakda shu
dorivor o'simliklarda chiqaradigan mehrigoga o'xshagan qilib haligi ximiyadan ko'ra tabiiyga o'tkazmoqchi. Yashang, yashang. Judayam zo'r. Mana kavrak. Bu ajoyib narsa bu. Kavrak ham juda ko'p kasalliklarga shifo deydi. Bir shu masala ko'tarildi bir 5-6 yil oldin prezidentimiz kavrakni. Mana qarang, ularni mana Qashqadaryodan olib kelib ekanmiz, o'zi katta bo'lib qoldi. Yana yiliga hosil berishni boshladi. Sababim shu yerda hammasi. Ilmda. Agrar maktab qilamizda. Masalan, bekor eng zo'r mutaxassislar chaqiramiz, ular dars beradi. Biz yaxshi oylik beramiz ularga. Shuhrat Abrorov. Shuhrat Abrorov chaqiramiz, masalan, u dars beradi kelib. Eng zo'r nimalar kelib dars o'tib ketaveradi-da. Haqini olib ketaveradi. Masalan, eng zo'r mutaxassislar yiqqaningizdan keyin bergan. Yaxshi oylik to'laganingizdan keyin bu yerda samara bo'ladi-da albatta. Albatta. Chunki men yoshlarni olib kelamiz, bu yerda o'qitamiz. Shunaqa bilimli odamlar ko'payadi-da. Amaliyoti yonida bo'lgandan keyin, ko'zini oldida bo'lgandan keyin eng zo'r narsa bu dehqonchilikda darrov ko'zga tashlanadi natija. Masalan, boshqa bir ilmiy nimalarda u qachon yillab kutish kerak bo'lsa, bu darrov ko'zga ko'rinadigan narsa. Mana shu tomonlari zo'r. Yo'q, mana hozir qarang, Iqboljon. Mana shu gilozni ekilganiga mana 3-yil bo'lyapti. Mevaga kirdi. Pista ham xuddi shunaqa bo'ladi-da keyinchalik. Hozir mana biz 7 yil, 6 yil kutishimizga to'g'ri keladi. Ab laboratoriya ishga tushsa, xuddi mana shunga o'xshab in vitro ko'chat qilamiz. Yana yiliga 1-2 yildan keyin qilaveradi. Meva qilaveradi. Qo'yib. Mana hozir men 3 yil bo'lmadi aka, beki kelganiga 1 yil bo'ldi. Masalan, aqa u yoqda masalan u yoqda ham 1 yil bo'lgan-ki, 3-yillik o'zi meva kiradi. 3-yil meva kiryapti. Masalan, ham bular ham zamonaviy, haligi Sweet Ariana sorti, haligi eksport bo'ladi-da bu. Eng muhim narsa hozir eksportda. Masalan, meva to'lib ketadi o'zimiz ichimizda. Meva ko'p bo'ladi. Uni arzon narx tushib ketgandan keyin uni yaxshi pul qilolmaydi-da. Chet elga ketsa, valyuta keladi, bilasiz o'zingiz. To'g'ri, to'g'ri. Angliyaga borayotgan nima nima shuni boryapti. Angliyaga. Mana shu bog'dorchilikda, dehqonchilikda ilmi o'zi mana shu asosi qadimda endi Rishtonda bu maktab bo'lgan, Oltiariqda maktab bo'lgan. Endi mana shuni bugun biz bugungi zamonni talab darajasida qilinayotgan sa'y-harakatlarni ko'ryapmiz. Ham ilm, ham tajriba, ham dehqonchilik, amaliyot bir joyda jam bo'ladigan bir markazga asos solayotgan ekansiz aka. Biz kuch-quvvat tilaymiz, o'ylaymizki, bu o'zini samarasini beradi. Chunki shu xalqimizda bir nima bor. Bitta odam boshlab berib turib, buni natijasini ko'rsatsa, hamma havas bilan shunga yopishadi, shu narsa taraqqiy etib ketadi. Siyosat shunaqa, prezidentimiz qo'yayotgan talablari shunaqa, hamma narsaga ilm bilan yondoshgin, hamma narsani shu ilm bilan, aql bilan bir yechimini topgin degan nimalari bor, fikrlari bor. Mana shu borada juda ham xursand bo'ldik aka. Xudo xolasa, mana pistalar gullabdi, mana giloslaringiz bir chaman bo'lib gullab turibdi, bir dasta guldek bo'lib turibdi-da. Mana shu gullar albatta meva tugadi, albatta samarasini beradi. O'sha kunlarda ham kelib ko'ramiz, shunda ham sizni tabriklagani, muborakbod qilgani kelamiz aka. Charchamang. Bu ilm yo'lidagi bu maktablaringizdan tashqari mana bu bir yangi maktab yaratyapsiz aka. Charchamang. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.